Mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini yangi bosqichga olib chiqish, ijodkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. 1-iyun kuni davlatimiz rahbari soha vakillari bilan uchrashib, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash borasida muhim vazifalarni belgilab bergan edi. Mazkur topshiriqlarning hududlardagi ijrosini ta'minlash, joylardagi asl holat va ijodkorlarning takliflarini o'rganish maqsadida Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Samarqand viloyat musiqali drama teatrida soha fidoyilari bilan uchrashdi. Tafsilotlar Zilola Pirnazarova lavhasida. Ta'kidlash joizki, mazkur muloqot madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Yaqinda prezidentimiz madaniyat, san'at va adabiyot sohasi vakillari bilan uchrashib, milliy madaniyatimizni asrab-avaylash, uni yangi bosqichga olib chiqish, ijodkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratgan edi. Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash, soha vakillarini taklif va tashabbuslarini o'rganish maqsadida tashkil etilgan uchrashuvda madaniyat muassasalari rahbarlari, teatr va san'at namoyandalari ishtirok etdi. Muloqot davomida madaniyat markazlari va teatrlar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, milliy san'atni keng targ'ib qilish, iste'dodli yoshlar uchun imkoniyatlar yaratish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, sohada uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari yuzasidan fikr almashildi. San'atimizni dunyo tan olyapti. Mana chet davlatlarga chiqib o'z san'atlarini namoyish qilib kelgan turistlarimiz ayniqsa mana Samarqandimizni boqiy joylarida, tarixiy joylarda kelib o'sha san'atkorlardan bahramand bo'lib, ular o'zlarining xursandchiliklarini, bahramand bo'lishlarini yana bizga aytyaptilar. Kelgusida biz san'atimizni albatta rivojlantirish uchun madaniyat xodimlari qo'limizdan kelgan kuch-quvvat bilan shu yosh iste'dodlarga o'rgatish, ustozlardan ta'limini bolalarga yetkazish, kelgusi avlodlarga shu san'atimizni qoldirishga biz bel bog'laymiz, tilakdoshmiz. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov o'z so'zida madaniyat va san'at jamiyat ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim kuch ekanini ta'kidlab, davlat rahbari tomonidan belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, ijod ahlini qo'llab-quvvatlash va sohani zamon talablari asosida rivojlantirish borasidagi ishlar izchil davom ettirilishini qayd etdi. Madaniyat va san'at sohasi vakillariga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Mana shulardan kelib chiqqan holda hurmatli prezidentimizning bizning madaniyat va san'at sohasiga berayotgan e'tiborlari bizlar uchun juda katta bir motivatsiya bo'lib xizmat qiladi va o'ylaymanki, albatta biz kelajakda mana shu e'tiborlarga labbay deb javob bergan holda o'quvchilarimizni xalqaro va respublika tanlovlariga olib chiqamiz albatta va ushbu prezidentimizning qarorlarida ham respublika tanlovlarida g'olib bo'lgan o'quvchilarning ustozlariga ham 100 milliongacha mukofotlanishi, xalqaro nufuzli tanlovlarda ishtirok etgan o'quvchilarimiz, g'olib bo'lgan o'quvchilarning 300 milliongacha mukofotlar bilan taqdirlanishi bu albatta juda katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Bu kabi uchrashuvlar ijod ahli bilan muloqotni mustahkamlash, sohadagi dolzarb masalalarni joyida hal etishni ta'minlashga xizmat qiladi.